Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi video. Urganch shahri Xonqo'yonda 9 qavatli binoda 3-qavatida 2 xona kvartiram jihozlarni sotuvga chiqdi. Kreditni davom qildirsam bo'ladi. Hozirgi kunda aytilgan bahasi 230 million so'm. Ko'rishlar mumkin. Joyimiz o'rtaliq, joy-joylava, aylanamizda chiroyli oqvola qo'yilgan, gilamli xon taxta tirjullar. Beda spalniyami xonamiz, ko'rishlar mumkin obunachilarimiz. Xullas, bu fon üstüne çıraletip o buyurulgan ekan. Hukumat fonda verildi. Balkondan akva bilan qo'yilgan. Bu yerda moyka, gaz plitam, ariston, xolodnik, gaz plitam, do'konli kategoriya ega. Bu yerda koridorimiz ko'rishlar mumkin. Kladopkasini ham ega ekan bunachilarimiz. Kladopkani chiroylatib endi polkaga o'tilgan ekan. Bu ham oboy bor ekan. Endi yuvishxona, hojatxona aloqada joylashgan ekan. Bu yerda sanojellarimiz yana 2 metrdan kafel, rakoylamiz bor iston. Hojatxona ko'rishlar mumkin. Hojatxona rakoyna radiatorlar. Berimizda yana domofonlar ham bor. Yana bir esataman, narxi 230 million so'm. 200 million kredit davom qildirsam bo'ladi. 15 yillik ipoteka ishlatib olingan. Lokatsiya Xonqo'y tajriba stansiya. Telefon istaman 88 601 70 70 aloqa chiqar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.